Bugun sizlar bilan go'sht va kartoshkadan uncha qiyin bo'lmagan, lekin yegan nimasi og'izda qoladigan taomni uydagilar uchun tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib mol go'shtini yupqa to'g'rab, unga tuz, kashnich, qora murch berib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin go'shtni ozroq qovuramiz, unga ozgina suv solib 40 minutga dimlab qo'yamiz. Mol go'shtining yumshoq qismi bo'lgani uchun 40 daqiqada pishib yetiladi. 40 daqiqadan so'ng unga piyoz solib, yana 10 daqiqa o'zimiz selda qovuramiz. Go'shtimiz tayyor bo'lgandan keyin archilgan kartoshkalarni yupqa dumaloq shaklda kesib olamiz. Kesilgan kartoshkaning kraxmali chiqishi uchun yarim soatga muzey suviga solib olib qo'yamiz. 180-200 gradusli ko'p yog'da 10-15 daqiqa tillarang qilib kartoshkalarni qovurib olamiz. Kartoshkali chipsimiz tayyor bo'lgandan keyin unga tuz, mayda to'g'ralgan chesnok, ukrop, ko'k piyoz solib yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin go'sht bilan kartoshkani yaxshilab aralashtiramiz, ustini yopib 10-15 daqiqaga olib qo'yamiz. Bu ovqat bilan birga esa juda ham mazali bo'ladigan salat uchun pomidor, bodring, piyoz, suzma va ko'katlar ishlatamiz. O'ylaymanki, bu ovqat bilan salat har qanaqa oila a'zolariga, do'stlarga, qarindoshlarga yoqadi. Shuning uchun tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Agar bizning ovqatlar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, Doniyor Fozilxonov akkauntiga obuna bo'lib qo'yilib